Usmon Dembele oltin to'pni yutishiga boshqa futbolchilarning reaksiyalari. Videoning oxirida esa Lamine Yamalnikini ham ko'rsatib ketamiz. Hoziroq Jonim futbolim kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Birinchi bo'lib, uni yaqin do'sti Mbappe Instagramida "Sen bunga loyiq eding. Tabriklayman do'stim" deb tabrikladi. Neymar esa Usmon haqida hech narsa demasdan, Rafinha 5-o'rinni olganini ko'rib, bu masxarabozlik deb aytdi. Messi esa kutilmaganda Dembeleni tabriklab, "Sen bunga loyiq eding" deb izohlarda yozib ketdi. Ammo hammaga albatta 18 yoshli Lamine Yamalning reaksiyasi qiziq. Ammo qarabsizki, u xafa bo'lishning o'rniga rosti kasim erkakka o'xshab Dembeleni yoniga borib, uni tabriklab, quchoqlab qo'ydi. Siz esa shu marosimdan telefoningizga chiroyli futbol fonlarini yuklab olishni istasangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling.